Assalomu alaykum barcha kuzatuvchilarga. Bugun biz avtomashinaga o'rnatiladigan relaylarni, universal relayni ko'rib chiqamiz. Mana shu Tiko avtomobiliga mana hozir ko'ramiz. Bitta universal relay, ikkita universal relay, uchta universal relay, to'rtta, beshta relay qo'yilibdi. Bularning hammasini vazifasi bor. Bu relay qo'yishdan oldin bular moralni hozir charchaganlik uchun buni relayni qo'yib bergan. Mana bu karburatorga ketgan klapanni bekitadi, magnit klapanni bekitadi. Mana ikkinchisi statorga ketgan. Ham kuchaytirib beradi, ham tokka filtrlab beradi. Mana dalniy faraniki, o'ng taraf, mana chap taraf faraniki. Mana radiator sovutadigan ventilyatorga qo'yilgan. Mana bizda hozir kamchilik bo'ldiki, zamok zajiganini qo'shganimizda motor o't olmaydi. Tiq tiq faqat dov chiqadi xolos. Qarasak mana bu relay eskirgan. Buni relayni ehtimol safarga ketganingizda, yo'lda, cho'lda ish ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun buni vaqtinchalikka ta'mirlash mumkin. O'shani ko'rsatib o'tmoqchiman. Mana hozir statorni qo'shganda bu yurgani yo'q. Endi bu relayni yechib olamizda. Relayni yechib olamiz. Yaqinroq ko'rsatamiz. Mana oddiy saydam pichoq, qaychi, jilvir qog'oz va mana yonini germetikalagan mana shu to'rtta yonini archiymiz. Pichoqda kesib chiqamiz. Germetikasini ko'chiramiz. To'rtta tarafini ko'chiramiz. Hamda zajim ushlaydigan tarafini tepaga qilamizda. 11 bilan tortaymiz. Va mana vertikal holatda qo'yamiz. Buni ham ko'rib olamiz. Mana shu kontakt o'zimizga belgi qilib olamiz. Keyin qo'yishda adashmaslik uchun. Va qaychi bilan kontaktga tushadigan jilvirdan kesib olamiz. Kesib ham oldik. Va mana bu kontaktni mana haqiqatda nagar bo'lgan tozalab tashlaymiz. Nechta kontakt bo'lsa tozalaymiz. U tashqari tarafidan bor, ichkari tarafidan bor. Hammasini tozalab artib endi joyiga qo'yamiz. Mana organimizda bo'lus tepada edi. Mana bu ham tepada edi. Qo'yamiz. Va nihoyat qaysi funksiyani bo'lsa ham bajaraveradi. Mana universal chunki bunga qo'yamiz. Qaysini qo'ysak qo'yamiz va ish beradi. Chunki ko'cha-ko'yda qolib ketganingizda endi sotuvdan topib olmaysiz. Aslida bu juda qimmat narsa emas. Hozirgi kunda 5000 so'mga beradi-yu, lekin o'zini tuzatganimiz ham afzal bo'ladi. Mana hozir tuzatdik. Men buni mana xotirjam o'zi bitta qo'shsa yuradi. Ushlab ko'rishni relayni. Kalitni olamiz. O't oldirib ko'ramiz. Qo'shib turamiz. Qo'sh. Mana bittada o't oldi. E'tiboringiz uchun rahmat.